Fuqarolik jamiyati tamoyillariga tayangan taraqqiyot yo'li aniq bir haqiqatni ilgari surmoqda. Qarorlar yopiq xonalarda emas, ochiq maydonda, ya'ni jamoatchilik ishtirokida shakllanmoqda. Qonun loyihasi bo'ladimi, hududiy islohotmi, mazmuni bir xil. Xalq fikri, jarayon markazda turyapti. Shu yondashuv Andijon shahrida o'tkazilgan navbatdagi muhokamada ham markazga chiqdi. Osiyo taraqqiyot banki tashabbusi bilan tashkil etilgan ochiq eshituvda iqlim sharoitiga mos suv ta'minoti hamda kanalizatsiya tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan loyiha keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Bugungi global iqlim o'zgarishlari fonida suv resurslari masalasi strategik darajaga ko'tarilgan bir paytda mazkur loyiha faqat infratuzilmaga emas, barqaror hayot sifati bilan bevosita bog'liq masala darajasida baholandi. Takliflar umumiy gap darajasida qolmadi. Aniq mexanizmlar, hududiy sharoitga mos yechimlar, xizmat sifati va qulayligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar ilgari surildi. Eng muhimi, har bir bildirilgan fikr loyiha tarkibiga kiritilishi mumkin bo'lgan real o'zgarish sifatida qayd etildi. Jamoatchilik eshituvida shu yaqin o'rtadagi aholi, nuroniylar, oqsoqollari keldi. Jamoatchilikda keng o'zlarining savollari bilan ishtirok etdi. Loyihachilar bilan gaplashildi. Loyihada, ya'ni atrof-muhit chang gazlarini kamaytirish bo'yicha suv sepish qurilish davrida yoki transportlardan chiqadigan chang gazlarni kamaytirish uchun Euro 4, Euro 5 standartlarga javob beradigan transportlarda ishlash, shovqin intensivligini kamaytirish bo'yicha kunduzgi davrda, ya'ni ertalabki 8 dan kechki 20 gacha bo'lgan davrda ishlashni taklif berildi. Undan tashqari shu hududdagi yashovchilarning savol-javoblarida chiqindilar masalasi ko'tarildi. Endi biz qurilish davrida hosil bo'ladigan barcha chiqindilarni alohida belgilab berilgan qurilish chiqindilar poligoniga olib borilishi, hududdagi noqonuniy yig'ilib qolgan chiqindilarni ham yig'ishtirib olib ketish va nazoratga olishni boshqarma xodimlari bilan bartaraf etishni taklifini berdik. Jarayonning yana bir muhim jihati ekologik omillarning ustuvorligi. Andijon viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi hamda ekologik ekspertiza markazi viloyat filiali mutaxassislari loyiha muhokamasida faol qatnashib, taklif etilayotgan yechimlarning atrof muhitga ta'siri, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlik mezonlari bo'yicha o'z xulosalarini bildirishdi. Jamoatchilik fikri eshitildi, taklif qayd etildi, qaror shakllanishi jarayoniga fuqarolar bevosita jalb qilindi. Ana shu yondashuv esa bugungi islohotlarning asosiy kuchi sifatida maydonga chiqmoqda.